Farid Attor Hazratni Tazkiratul Avliyo degan kitoblarda keladi. Misrdan Zunnun Misri degan odam o'tganlar. Taqvolik olim odam o'tgan. Shu kishi bir kuni nafslari qatiqli osh istadi, bermadi. Yana istadi, bermadi. Shunaqa qilib 7 yil qatiqli osh yemadi. Axiri nafslari eng katta isyon bilan bir ichidan isyon qildiki, yemasa bo'lmaydigan darajaga kelib qoldi. O'zlariga juda bitta katta shart qo'ydi. Nafslariga. Shuni bajarsang, keyin xo'p, nafsi orqali u ishni qildilar dedi. Keyin endi berasanmi shu qatiqli osh desa, yo'q deb yana turdilar dedi. Shu paytda biroz muddat o'tgandan keyin eshik taqilladi. Eshikni ochsalar, bir odam qo'lida idishda qatiqli osh bilan turibdi. Siz Zunnun Misrimisiz, ha? Sizga qatiqli osh olib keldim dedi. "Yo, rahmat, men yemayman" dedi. "Yeysiz ekan." Kim aytdi desa, boya meni bir joyda ko'zim ilinib qolgan ekan. Tushimizga Payg'ambarimiz alayhisalom kiritdilar dedi. Zunnunga qatiqli osh olib boring va aytingki, bir muddat nafsi bilan sulh tutsin. O'shanga keldim dedi. Haligi shunday zot aytadilar, biz qilmaymizmi deb yig'lab qatiqli osh yegan ekanlar.